Yuragni tekshirtirishdan oldin bilishingiz kerak bo'lgan 5 ta muhim tavsiya. Kardiologga borishdan oldin mana shu 5 ta tavsiyani bilsangiz, ortiqcha vaqt va pul sarflamasligingiz mumkin. Birinchisi, faqat ko'kragingiz og'riganda tekshiruv kerak emas. Profilaktik ko'rik ham muhim ahamiyatga ega. Ikkinchi, EKG normal chiqishi yurak bilan bog'liq barcha muammolar yo'q degani emas. Zaruratga qarab boshqa tekshiruvlar ham kerak bo'lishi mumkin. Uchinchisi, qon bosimi, xolesterin va qand miqdorini bilish. Chunki ular yurak qon tomir kasalliklari xavfini baholashga yordam beradi. To'rtinchisi, hamma bemorlarga bir xil tekshiruv kerak emas. Shifokor shikoyatlar, yosh va xavf omillariga qarab tekshiruvlarni tanlaydi. Beshinchisi, tekshiruv natijalarini internetdan o'zingizcha talqin qilishga urinmang. Yurakni tekshirtirish shunchaki EKG qilish emas, yurak qon tomir xavfini to'liq baholashdir. Agar yurak tekshiruvi uchun 5 ta asosiy analiz va tekshiruv ro'yxatini olishni istasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring.